Xo'p, keyingi harfimizga keladigan bo'lsak, bu P harfi hisoblanadi. So'z boshida P ikki unli o'rtasida yoki M, N, Ng, L harflaridan keyin esa B deb talaffuz qilinadi. Xo'p, yozilishiga keladigan bo'lsak, tepadan pastga bitta chiziq tortamiz va yonida yana pastga chiziq, o'rtasidan bitta chiziq chapdan o'ngga va pastidan chapdan o'ngga yana bitta chiziq. Bu harfimiz demak unli bo'g'in boshida yoki so'z boshida P deb talaffuz qilinadi. Mana bu holatda endi bu pa degan tovushni beradi. Pa. Bu harfimiz demak mana bunisi P, bunisi esa A. So'z boshida kelayotgani uchun demak pa deb talaffuz qilinadi. Ikki unli o'rtasida kelish holati bo'yicha esa masalan A harfini yordamga olamiz. A J desak. Endi bu yerda mana bu P harfimiz ko'rayotganinglardek A va O harflarining o'rtasida kelgani uchun B deb talaffuz qilinadi. Buning talaffuzi A Bo J Aboji deb talaffuz qilinadi. Chunki bu yerda ikki unli o'rtasida kelyapti. Yana bitta misol. Koreyslarda kalbitang degan ovqati bor, juda ham nima deydi, mazali ovqat. Masalan, K A L harfini olaylik. Bu yerdagi harflarni hali o'tmagan bo'lishimiz mumkin. Masalan, mana bu harfni yoki bu harfni, lekin muhimi biz hozir P harfini o'rganyapmiz. O'zi aslida aziz o'quvchilar mana bunda yozilishi kerak. Endi men tezroq yozish uchun nima deydi, mana bunda yozishga o'rganib qolganman. Demak, kalbi tang degani koreys taomi, ya'ni mol go'shtidan tayyorlanadigan sho'rvasi. Shu yerda endi mana bu yerda pachimda qaysi harf kelyapti? L harfi kelyapti va L harfidan keyin kelayotgani uchun mana bu P harfimiz endi B deb talaffuz qilinadi. Qanday talaffuz qilinar ekan? Ka bi tang. Kalbitang. Endi nima uchun B deb talaffuz qilinyapti? Sababi L harfidan keyin kelayotgani uchun, mana bu L dan keyin kelayotgani uchun B deb talaffuz qilinyapti.